Gördük. Assalomu alaykum. Hurmatli salarchilar, hamkasblar. Bugun biz mana bu qavatli oilalarimizdan ikromkadan, ikridan atvodga, ya'ni bola ajratamiz. Biz 5-6 kun burun bu oilalarni orasiga ajratishni panjara qo'yganmiz va ajratning birinchi qavatda ona yuribdi. Tepa qavatda urug'li romlar edi. Har xil ular hozir ochiq urug'lar deyarli qolmagan. Ochiq urug' qolsa ham 4 kundan kichik bo'lmagan urug'lar lichinkasi bor, romlar bor. Lichinkasi ya'ni nasl 4 kunlik nasllardan asalarilar ona totmaydi. Yaqinroq kelavering. Ovozimiz nima bo'lsin. O'sha 4 kunlik lichinkadan arilar ona ari totmaydi. Shuning uchun 12 aprel kuni biz bu yashiklarni urug'li romlarni tepaga olib qo'yganmiz. Orasiga o'zbek ajratgich panjara qo'yib, hozir shulardan atvodka, ya'ni bola hosil qilishni ko'rsatamiz. Mana boshladik. Mana do'stlar, qaranglar. Hozir men Ikromjonga yaqinroq olib kelin. Mana tepada 6 ta urug'li rom bor. Arilari bilan shularni men olib beraman. Mana yontaqlarni mana bu ovqati yetarli, juda ham. Mana ovqatini ko'rib turibsiz. Juda yaxshi. Arilari ham yetarli. Lekin lotni arilari uchib ketsa, bu romdagi arilar oz qoladi. Shuning uchun hamma 6 ta romda olamiz. Ikkitadan biz atvodka, ya'ni bola uyalarimizga solamiz va bittadan romdagi arilarni silkib beramiz ularga. Mana olib ko'rsatyapman mana sizlarga. Mana bittani oldik. Buni yaxshi tomoni shuki, bu yerda ona ari yo'q. Ona arini axtarib yurmaymiz. Mana urug'li romlar hammasi ko'rinib turibdi. Shu urug'li romlar, pishgan urug'li romlardan yaxshisini atvodka qilamiz. Ya'ni bola ariga beramiz. Urug'i kamroqlarni silkib tashlab, arisini yana qaytarib solib qo'yamiz. Rom. Mana 4-chi rom. Urug'i pishgan urug'lari chiqish arafasida yaxshi. Nimalari arisi azza qolmaydi. Mana bu ham yaxshi ovqati ham yaxshi, urug'lari ham yaxshi. Arilari ham juda siyrakmas.
Mana urug'ini o'zlari ko'rib turibsizlar. Urug'lar yaxshi, judayam. Ularga ertaga ona gumbani beramiz. Mana tayyorladik. Endi bekitib biz kerak bo'lgan nimamiz ustiga olib beramiz. Mana bizde bola erimizge moslashgan bola eri chiqarishga moslashgan yashigimiz 3 ta qismdan iborat. Bularni mana hozir tushiramiz. Qarab nima qilganda biz iloji boricha urug'i pishgan yaxshisini qo'yamiz ko'p bo'lganda. Keyin uni yoniga bir romkadan silkib beramiz. Mana ikkalasiga urug'li romi yaxshi. Endi ko'ramiz. Çola silkiyimiz bir kısmı arası koladı. Tutmayayım onu. Mana. Mana bir kısım arası kaldı. O barıp yaşıkta salın siz. Mana bu ovqatli romda urug'i ham bor. Ovqati yetarli. Shunday qilib yoniga tushiramiz. Mana bu bo'ldi. Endi ikkinchi qismga mana borib soling yashikka o'z joyiga. Mana bu urug'li romda. Mana ko'ringlar, deyarli 4 kunlikdan kichina nimasi yo'q. O'sha romda olib kelavering. Bunda urug'lar bor ekan, endi ehtimol sharti nima qilamiz? İçiga tushiramiz. Mana buni unga borib soling. Bunda mana bu qismida qurtchalari bor ekan, 4 kunlikdan kichina ehtiyoj sharti biz pishgan urug'ni qo'yaveraylik. Mana qo'ydik. Mana bu qismni ham bekitdik.
Mana ko'rlar do'stlar, shu bitta oiladan Ikrom qali ikkita bola ariya atotka hosil qildik. Romlarni chalashilib u yoqqa olib qo'ydik. Yana ikkinchi partiya onadonlarimizni 23-kuni tayyor bo'ladi. Bugun 17-kun. O'shanda ularni ham alohida bola atotka qilib yuboramiz. Bitta oiladan hozircha ikkitadan bola ya'ni atotkalar olyapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.